Mehr ulashamiz loyihasiga kelayotgan barcha savollarni qiziqarli 3 tasiga javob berib o'tib ketamiz. Birinchi savol: Mehr ulashamiz loyihasi qachon tashkil qilingan va maqsadi nima? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mehr ulashamiz loyihasi 2025-yilning oxirida tashkil qilinib, u loyihaning asosiy maqsadi yarim ko'ngil bolajonlarga xursandchilik va mehr ulashish va ularni duosini olishdan iborat bo'ladi. Mehr ulashamiz loyihasida bolajonlar har bir tadbirda qayerdan olib kelinadi? Hozircha tadbirlarimizga to'g'ridan-to'g'ri maktablarga murojaat qilinyapti. Ya'niki bilamizki, maktablarda eng og'ir sharoitda kam ta'minlanganlar ro'yxati bo'ladi. Ya'ni qaysidir bolajonimizning otasi yo'q, qaysidir bolajonimizning onasi yo'q bo'ladi, yaqin qarindoshlarini qaramog'ida qolgan bo'ladi. Biz u ro'yxatlardan eng og'irlarini, ya'niki 30 ta 40 tasini tanlab turib, tadbirlarimizga alohida taklif bilan va nazoratchisi bilan biz tadbirlarimizga taklif qilamiz va shu tadbirlarimizda bolajonlarni xursand qilib, ularga mehr ulashishda davom etib kelyapmiz. Uchinchi savol: Mehr ulashamiz loyihasini tadbirlari qaysi vaqtlarda bo'lib o'tadi? Loyihamiz tadbirlari bir oyda 2 marta rejalashtirilgan. Albatta sarmoyaga qarab, har oyda 15-sini pasi, har oyda 20-sini tepasida inshaalloh biz tadbirlarimiz davom etamiz.